电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季《我军丝绸之路之声》的第2环节对决。我是主持人玉米提瓦尔。Salam, ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli ustozlar, shundaqla qimmatli tomoshabinlar. Növbətdə huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiang Wojun so'l chekti shirkati tajdorligidagi cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qarar Wojun Yipak yo'li sadosining 2-bosqichi bayga. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Aziz ko'rmanlar, unda qo'sa oldi bilan ustozlik o'rnida o'ltirgan shundaqla hammamizning hurmatiga sazovar ustozlarimiz bilan tanishib o'tsak. 2-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi. Xushbiroq attirgulimiz Adila Sidiq ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xinjiang san'at yurti muqam ansamblining talantli naqshchisi. Ataqli aktyor Po'lat Tursun ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xinjiang san'at yurti muqam ansamblining yosh talantli naqshchisi. 2-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining chempioni, 6-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Komil Jalil ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. 1-qarar Yipak yo'li sadosi programmasining rivoyat guruhining chempioni, shundaqla xush ovoz naqshchimiz, kuychimiz Zoirshoh Abdulmus ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Yosh talantli naqshchi, ijodiy kuychi, ijodiyatlar bilan nurg'ulg'an naqshchilarimizning naqshlarini betiyotgan bizning ijodiyatchimiz, kuychimiz G'o'jimat Qurbon ustoz qarshi olamiz. Xush keldingiz. Xinjiang Wojun savdo cheklik shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Xinjiang Miros shirkati programmamizni alohida talab qildi. Xinjiang Kamal savdo cheklik shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi. Xinjiang Boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyat cheklik shirkati programmamizga alohida yordam berdi. Xinjiang Ramlidor xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Birinchi darajaga erishgan mahirni Xinjiang Wojun savdo cheklik shirkati 20 ming yuan qimmatidagi pianino bilan mukofotlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirni Xinjiang Miros shirkati 15 ming yuan qimmatidagi elektronlik royal bilan mukofotlaydi. Uchinchi darajaga erishgan mahirni Xinjiang Kamal savdo cheklik shirkati 10 ming yuan qimmatidagi mikrofon bilan mukofotlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Xinjiang Boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik shirkati 5 ming yuan qimmatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5-chi darajaga erishgan mahirni Xinjiang Ramlidor xalqaro savdo cheklik shirkati 3 ming yuan qimmatidagi dutlar bilan mukofotlaydi. 3-lab maydonga chiqadigan mahirimiz Erkin bilan Qaysar. Güzellikni söygüç xanım qızlarının ən aldın tanlaşı bo'lib kelayotgan Ramlidor markasidagi ishonchli kirim buyumlari orqali hammamizning yoqtirib ishlatishga muyassar bo'lgan Xinjiang Ramlidor xalqaro savdo cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Nimdan müzik proketiniz nima ettir işlettiniz? Ben ettir işletmedim. Yakınımı şu Ramlidor mahsulotlarının beden suyuqligini işletkendim. Bek yaxşıke. Tamam. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida keskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlidor. Qaysarning aka ta'mirchilik alaydiligini alaydi ko'z tutib, uning xo'sh alaydiligini ham naqsh etqash, ham ta'mir chaqash, sening kayfiyatini ko'tarish uchun Bom namliq naqshini bular bo'ldik. Bular chuqum sendan qiqas chiqarib deb ishonchimiz bor. Yuqori bir kayfiyat ko'tarish maqsadida qildik. Erishalaymiz. Hello， 大家好，我是第7季丝绸之路好声音卡米利吉丽丽大拇指团队的学员艾尔肯艾赫买提。 Köpçülük yaxşımısınızlar, ben Qaysar Alqam. 这次播完我的第1首歌以后呢，在我们家或者是在我的朋友圈这个范围内产生了非常多。Bu da aylanmada sahne Emrayim Erkin. Erkin Munayeti yaxşı pişqan naqshchi ve bu ikimizga Bum Bum degan bir zamoniy uslubdagi bir naqshini bo'ldi ustoz.
to'xta. Aşağıda bir-birisine yol qo'yinglar sal. Ovozing besvos ovozini topolmaydi ekansizlar. Kimni yozar, kimni chizar, kimning ko'zi kimga suzar, hech farqi yo'q qayda kezar, yo'q ateşni yo'q. 那就接下来的环节呢，我希望我的好兄弟凯撒也能加油我也不会放水，我们到时候舞台上见。 Sakindi görüşelim. Jayo. Ketken gitarman şu yerdaman Bir diskoda bir bardaman Bexob behorda yoldaman Çal oynasın çal Erketkenge kulak tullar Orkasıdın bokman bilar Bekor gami uşi tulga U portlasın bom Kimni yazar kimni çizer Kimnin ko'zi kimga suzar Hiç farqi yok qayda güzel Yok ateşti yok Yok ateşti yok İş patlasın bom bom Çal oynasın çal Dalalengle dalalengle Yok ateşti yok yok İş patlasın bom bom Çal oynasın çal Çengem bozmaz kaygı elem Ders almasam bitmeydi hem Kayardı sen kaşık kalem Yak ateşni yak Doğru kessem bilmem ya kuş İşim kalpten kalpke akış Alemdi men cumbuş U kurtlasın bum Kimni yazar kimni çizer Kimnin köze kimge sezer Hiç farkı yok kaydı güzel Yok ateşli yok Kimni yazar kimni çizer Kimnin köze kimge sezer Hiç farkı yok kaydı güzel Yok ateşli yok Yok ateşli yok İş portlasın bom bom Çal oynasın çal Ateşli yok yok İş portlasın bom bom Çal oynasın çal Hey! Oyna oyna. Mikrofonu götürüver. Çizer Kimden küzi kim güsüzer No 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 Ateşli yok İş portlasın bom bom Çal oynasın çal Dalalengle Yok ateşli yok yok İş portlasın bom bom Çal oynasın çal Dalalengle Hoşuna olsa, muş Adila ustazning tavsiyasini bir anglab boqamiz. Ajab chiroyli aytyapsizlar bu naqshini. Shaxsan men pek yaxshi ko'rmayman bu naqshini. Ishkilinglar siz R&B proqlar naqshini jiqroq aytyapsizlar. Sizningki raskab qilsam R&B proqlarini ma'naqshiga bakrak aplayapsiz. Ammo bu sizniki masala emas, chunki siz o'zingizningki xas alayligingizni qo'yib qo'yib turib asar uchun xizmat qilyapsizda. Bu yeringizni men yoqtirdim. Men R&B naqshchi cho'qim kamisimu men R&Bni qistirib olaman degan bo'lsa, men buningga unamaydim. Hammamiz asar uchun mulozimat qilaylik. Siz ammo bakab ketibsiz men naqshiga, shuni o'zingizdan aytib chiqqandek bo'libsiz. Shunga men o'sha kasbiy jihatdan bakrak o'yinib o'sha qizil kiyimlik opaqsaqam Erkinga gina tashlasam. Katta rahmat Adila ustaz. Zohirshoh ustozning tavsiyasini anglaymiz. Avval men bak huzurlandim bu naqshidan. Ishkinglar rahmat. Ko'p tashakkur. Erkinningki burundan mijozi sho'x. Uning ustiga sahna tajribasi intayin mo'l. Qaysar o'zimi men xeyli bo'ldi bilma. Janub shimollarda biz bilan birga o'yinlarda bo'lyotdi. Qaysar nomi
bu şu sanatımız üstüde qilayotgan xizmatlari intayin ko'p. Men ikkilaringlarni yaxshi ko'raman. Shunlashqa men birda bir qilib qo'yay. Men birda bir qilib qo'yay. Amaliyotda mendan ikkilisini tavsiya qilgin bor. Men Unda birda desem ikkilisini tavsiye kılattım. anda siz erkenda qilgandan keyin men qaysarni qilay, ikkisini tavsiya qilgan bo'laylik. Rahmat ustoz Rishkat Ikkelisi Rahmat. şundan yaxshi etdi demişsiniz. Quloq tursin ustozning tavsiyasini anglaymiz. Demisimi hozir bolalar davatgan o'xshash tanlash tezga mana shunga nisbatan mayli mana bu kiyinish bo'lsin. Bu kiyim kechak deganmi masalan saknida bo'lgandan keyin shunday astoydil muomala qilsa deb o'ylaymiz-ku. Durust. Hozir shunga birdan davatgan bo'lsanglar. Ay rost tezga çabduz şıklanlarının nemisi. Mışo erken fikama sınam xatunu yülep koyğun üçün basım erken bir bilip. Rahmat ustoz, rahmat. G'ojimat Qurban ustoz, sizning tavsiyangiz? Peyze. Kiyimni bek chiroyli kiyibdi. Qaysarni men oldi bilan maqtayman. Men hech qaysi bilet tashladim demishqa. Muzik chep turib naqsh etmoq bek ta'sir. Duttani chep turib keyin naqsh etmoq bek ta'sir. Shundaymi? Uning ustiga mana bizning o'zimizning hisobotga naqsh emas. Mana ikkilisning hisobotga naqsh emas. Musobaqaning ehtiyoji uchun shunday aytdi bular. Shunga Qaysarni men tabriklayman. Qaysarga qoyil oldim. Erkinga kelsak, Erkinning uslubi emas. Erkin agar o'zining R&B uslubini aytirgan bo'lsa, ammo shuning uchidan naqshlab qolsa, Erkin bir operator bu naqshini. Lekin bu naqshni ajoyib yaxshi o'rindida. Qaysarni tambir chaldi, buning bilet tashlay desam, Erkin mikrofonni ko'tarib qo'ydi. Sen gidish qo'yamdi. Bunday qilamiz. Oxirgi qarorni Kamil Kam chiqirdi. Endi Kamil Kamga men mushu bundan keyingi bosqichlarda yaxshi raqobatlash uchun, bizni yengish uchun Erkinni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz, rahmat. Bizni yengish uchun dedim bu. Ayda deb qo'sh qilmamsa. Bu aldatdi bizni bu. Baş barmoq gruppasining arzu yetakchisi Muradil ustoz. Qani, sizning tavsiyangiz? Aldadan chiqqanlar rahmat. Mana sizlar ko'rgandek saniga tayyorlik qilish bek yaxshi bularning. Mayli kiyim bo'lsin, mayli naqsh bo'lsin. Amaliyotda bu ikkilisning uslubidagi naqsh emas-ku, bu ikkilisning uslubidagi naqsh emas. Shunda olsun o'ziga jang e'lon qilib, tambirni chaqash Qaysar asan emas abim qo'j degandek. Erkin R&B nimlarni qetib buningga mushta ekeldi. Ikkilislarga rahmat muborak bo'lsin. Qaysar enimga bir bilet bering. Rahmat, rahmat. Kamil ustoz. O'quvchilaringiz bir-birsidan yomon kamni qanday tanlaysiz? Lekin tanlamasangiz bo'lmaydi. Sizning tanlashingiz bir anglaylar hozir natija Erkinning 3 numar, Qaysarning 2 numar. Ikkinlar ko'pdan ko'p rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bu biz deyishgandek bir kechilik subtida qildik emasmi? Amaliyotda ikkilisning uslubidagi naqsh emas bu. Birisi milliy uslubda ma'noz, birisi R&B uslubda ma'noz. Lekin mushu naqshning o'disidan chiqa olish kerak-da. Bu sani kelgandan bizga bir to'jan qilib beqish kerak, shundaqmi? Hammish oson ko'nglimizga bo'lmaydi. Azar uchun mulozimat qilishni bilish kerak. Shuningdek bu naqshni nimish tanladik deganda bu yaqindan rayonimizning mudi bo'ldi. Shuninglar boshqa qarindosh millatlarning biz shu Ipekul Sadasidek shunday programmalarni ko'rib baqdik. Bularni oyda o'zining qiyinchiligini yengib, o'zining kimning naqsini aytsa, o'zining ovozini tushmaydi emas, o'zining uslubini eklab ayta oladi ekan. Shunga universalligi yuqori. Bu ikkisi mana tirishib hozir shu naqshini mana eng voyaga yetkazib, masalan boshqaday qilamiz, lekin mush sanada hozir menimcha bizni qoyil qilgidek bir natijaga keldi bu ikkisi. Ikkilanlar ko'pdan ko'p rahmat aytamiz, Muradil ikkimiz. Onun ustiga bu ikkisi bek yaqin bizning shu komandaningki boshbaran gruppasining eng kuldirgi cho'lponlari bu. Chaqchaqchilari bek yaqin birodarlar bular. Bu jarayonda mayli bu naqsh bizning uslubimizda bo'lsin, o'zingizning uslubini yaratdingiz. Balkim bu naqsh taqalgandan keyin rayonimizda olqishga erishishi mumkin. Shu ikkilanlarni tabriklaymiz, jafo chekdinglar, rahmat. Senin ihtiyacı bilan bundan qanday qilsak ular Qaysar. Erkin. Sizni qiynamasak da mayli. O'shisi bek roishga. Qanaq bo'lsa mayli qo'y. Saqalamiz. Qiyin tanlash yuklendi. Siz tanlashingiz? Sübətlik un mayları bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish mas'uliyatchalik shirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdik-ku. O'xshash kerak, Başbarmaqning yong'oq mayki mavo sizning shumi ya?
Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashma emasmi? Ben bir açay bunun üstüne. Muşuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu baş barmoqning yangaqmi nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. Güzel arzu hareketke aylanganda hemme kişi baş parmakını çıkarıdı. Hareketke kelip güzel menzilge yüzlengen Şinjan baş parmak dehqonchilik mahsulotları etiş mesuliyet şirketi Naqshilada kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Baş parmak estin çıkarmaz yarni çoğmun. Qaysar bir meydan turib turdi. Erkin sahnada qoladi. Qaysar men bilan kechda tambur chaladi. İpek yolu sadası, söygünün yok şivrası, kuşkabazlar seydası, İpek yolu sadası. Bitimizde çıksa. Hoş Qaysar. Endi naq maydondagi ifodingizni ko'rdik, naqshingizni oldik, tamburingizdan hozirlandik. Bizmi sizni bilimiz ekranlarda bo'lsin, mayli, bizning to'rlarimiz bo'lsin, naqshingizni, tamburingizni anglab, hozirlanib kelyapmiz. Musiqani chiqqandan keyingi hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqqan bo'lsak. Tunji bo'lib ustozimga, Murodilla akamga, shtudentga barliq ustozlarga bizning bosh barmoq gruppasi bek payizchi birinchidan qiymayapti gruppaga. Ras faqat ketkim yo'q. Ketish emas-ku bizning bolalarning bir shuari bor. Sekindan chiqib ketsak mayli, bu bir musobaqa, lekin muallimning qalbidan chiqib ketmasak da bo'ldi deb o'ylaymiz hammamiz. Ustozim to'g'ri qaror chiqara oladigan hammamiz ishimiz. Ishlaringlar yaxshi bo'lsin, teninglar salomat bo'lsin. Meni qo'llagan ota-onamga, barcha do'stlarga rahmat aytaman. Rahmat. Sizga rahmat. Mana Muxtar Bo'ra ustoz. Qaysar qarindishimiz. Sen igiz ko'rinasizmi mendan? Bu Erkinninki naqs uchun ul hozirlab bergichim abi. Uningdan keyin bizning tambirimizni mushunda naqshiliga intayin moslashtirgan yigit. Baya üzənlinki roy keyfiyatıngımda qarab baxsam bek peyil sözüldün. Səyəndin çıp ketkenlik bu İpek yolunun qalbidən senin çıp ketkenligin emas. Hem başqa ayrılım şunda. Şuna sana men İpek yolu sadası programımızı namıdan Münevver Naqshchi degan bir kinishki yürüme. Rahmat ustoz. Muborak bo'lsin. Madadlar bo'lsin. Hem bu sanimizdan ayrılayotgan hamma naqshchi resmi avangard naqshchilar. Lekin mana yigit menda tutib tursam sal titrayotdi, oyoq jallanayotdi. Bu mush yigitga hammamiz madad beraylik. Rahmat. Sizga madadlar yer bo'lsin. Sizlarga xo'sh To'g'ri kassam bilmem yoqush, ishim qalbdan qalbga oqish, olamda men jumbush u portlasin bum. Kimni yozar, kimni chizar, kimning ko'zi kimga sezar, hech farqi yo'q qayda kezar, yo'q otashni yo'q, kimni yozar, kimni chizar. Navbatda maydonga chiqadigan mayirlarimiz Ansar bilan Almira. Cəsur yigitlərinin aldın tanışı bulub kelyatqan Kamal Sodiçəklik şirkəti Kamal kiyim keçəkləri mahirlarga omad tiləydi. Adaş yaxşımı, yaxşı olma. Bek aldırıb meni qapsan qoy. Adaş, baş keçdi bir məsləhətçiyim var degan adaş. Bu nem kiyish to'g'risa beshim qitib bardi adaş hozir. Unda olsa men sen o'zim yoqtirib kiyayotgan Kamalning kostyum bulkisini tavsiya qilay. Bo'ladimi adaş? Bo'ladi, bu nima qilmay qara yarışib ketgandan. Ma kiyvog'ing shu ekanda? Shu. Qirlarini qara. Bo'ldi adaş. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüşdən ögütüşkice, ögengüçüdən yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izcillikdən yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyumning kamal tapadığını işendim. Çünkü ben kamalni özümge hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimleri yigitlik qaddi qomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini
kamaliga yetkizadi. Ansarlar Almira'nın ikisini bir görüp bir kız bir oğul. Bununla hem de aynı vaxtıda 3-cü qatim aytilish mümkün hem de sahnede bizden bilişimizde. Onun aldıda ustazlar aytqan, onun keyninden 10 neçə ilin aldıma esimizde qalsaq Parat Xalıq ayalı Pəzlət aytqan izildim temisideki bu muhabbetleri ikisini böleşini doğru tapdıq. Yaxşımsızda ekranında görmələr. Mən Kamilcan Ustaz Başparmaq qrupusidagi Ansar Erkin bo'laman. Mening ismim Almira Muxtar. Mening shu birinchi oylamada naqsham taqilgandan keyin mayli uydagilarning olsun yoki do'stlarimning olsun bergan boisini yaxshi bo'ldi. Bu qitimqi tayyorliklarimiz intayin puxta. Oldi bilan Kamiljan Ustaz bilan Miradulla akamga intayin cho'ng rahmatimni bildiraman. Bizning aytmoqchi bo'lgan naqshimiz izladim degan naqshni aytmoqchi. Ikkimizningki mashqi intayin yaxshi. To'xta bir şey. Kechida ay bo'lmasa tanha yo'lmu yurolmayman. Muhabbet maqsada bu ishkan resmi bir-birini qarab turib, resmi aşı chiroyli bir muhabbet hissiyatini chiqarish kerak bu naqshadan. Shu ayni vaqtidagi ham do'stimiz Parat Xalqniki shu musiqa banbaz bo'yicha bu naqshni bildik, menimcha bu xalqimizdan yoqtirib anglashga muyassar bo'ldi deb o'ylaymiz. Almira utuqlar yer olsun, sekin göçeyle gayret kılın. Yar vesliga yetermemmu Yar üçün qo'ysam qadam Yar vesliga yetermemmu Yetolmay yar vesliga Armanda ketermemmu Yetolmay yar vesliga Armanda ketermemmu Ko'nglining orami yo'q Kulay deb kulolmayman Kechida oy bo'lmasa Tanha yo'lmu yurolmayman Ko'ngliga ohim yetib Janonimni ko'ramanmu Ko'ngliga ohim yetib Janonimni ko'ramanmu Shu bir jim kepinakda bir jim kepinakda gullar ara yuraman Ko'nglining orami yo'q Kulay deb kulolmayman Kechida oy bo'lmasa Tanha yo'lmu yurolmayman Ko'nglimning
Ansar, Almira, köpten köp rahmat. Aldı bilan Hojimat Qurban ustozning tavsiyasidan bir anglayli. Ansar Almira, chin yuragimdan tabriklayman. Payzi aytdinglar. Har ishingizga utuqlar yor bo'lsin. O'zimning his qilganlari bo'yicha hemen Ansarni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Zoir Shoh ustoz, sizning tavsiyangiz? Naqshini yaxshi o'rlab berdinglar. Men naq maydondagi ahvolga asosan singlim sizmi yaxshi aytdingiz. Naq maydondagi ikkinlarninki ifodasiga asosan men Ansarni keyingi maydonga tavsiya qilay. Rahmat ustoz. Po'lat ustoz, tavsiyangizni anglayli. Almira, singlimiz boshda ras kirplanmay qoldi. Andan keyin o'tirdim boshlab o'zining nimasini topa oldi hissiyotini. Men lekin tavsiya qilganim Ansar fikrim. Rahmat ustoz. Ayla ustoz. Ha, Almira, singlimiz bek temtirab ketdi. Men shu ekronni ko'rdim, qo'l titrayotdi. Asan emas, uning ustiga pishini berib ekansiz, haqiqatan o'zini topolmay qoldi. Lekin bu kichik savalliklar, bu pek cho'ng savallik emas. Lekin bu naqshida Ansar inimiz haqiqatan yaxshi aytdi naqshini. Buningdan yaxshi ayta oladigan ishondim. Ammo Almira singlimningki men yuqori ovozi shunday yoridi. Xalq naqshlari bo'lsa, texmi chiroyli ayta olishiga ishonchim bo'ldi-da. Shunga men bu biletni Almiraga tashlagan bo'lsam. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, arzu yetakchisi Radil efendi, sizning tavsiyangiz? Adile Adem degandek abiyam. Almiraga hem tüvini hem yukarı to'g'ri kelib qoldi-chu. Shunda olsun bek g'ayrat qilib yaxshi aytdingiz. Tabriklayman sizni. Ansar, sizni tabriklayman. Bek rost qaror chiqarish bek ta'sis ekan hamda. Chiqamamiz. Lekin chiqamsak bo'lmaydi. Tavsiyangiz? Men musobaqaning ehtiyoji uchun Almira singlim meni kechirib, Ansarga tashlay. Rahmat. Xo'sh, Almira. Hozir natija Ansarning 4, Almiraning 1 nomer. Eng oxirgi talashingiz Kamil ustoz. Aldı bilan shu nadir bo'lgan shu naqshimizni yaxshi o'rlab bergan ikki inimiz singlimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Abay Adila degandek biz bu qatam bu kişilik xarakterini algan qilamiz deyish uchun mana bu asarni saning elib chiqdik. Nima desa bu ustozlarimiz burun aytgan, uning keyindan Parat Xoliq do'stimiz ayoli bilan aytib, rayonimiz ravris taqalgan bir naqsha. Yana 10 necha yil o'tgandan keyin bu naqshni yana bir saniga chiqib qo'yish bir vazifamiz bor deb o'yladik. Cho'qim shunday yaxshi asarlarni unutib qolmasligimiz kerak deb bu naqshni qaysinglar aytsa biz bo'lgan vaqtida bu ikki tanlagan buni. Biz aytaylik shuni, biz o'rganaylik deb ikkilanlarni aytib yaxshi urlab berdinglar. Qolgan o shaxsavallik degan bo'lib turdi, chunki bu sahna naq maydon bo'lganligi uchun. Sahna ehtiyoji bilan birsimizni ep qilib, birsimizni qoldirib qo'ygan gap vaqtliq, lekin sahnadan mangulik emas. Shuna qaysinglar tanlay, shallay ko'ngillik olmaysizlar. Shuna vaqtliq bizning yanimizda qoladigan birodarimiz Rayonimizda sarkardilik rol o'ynayotgan Miras shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Ya desa turib ketsan o zerke pirxil. Ye. Qarasın zerikti de men Mirasning latiyalarini aytdim. Ya, mana doying veshi xo'g'o bu. Bu bek tayzi, qara, cho'ng kichik ishki qolib chiqdi, tetib baqa shundan oqsa. Men Miras latiyani biz naqshi yetib zeriksam yeyapmiz hozir. Ma ochiqga ma ya? Pishgunlikka. Bezikka bu bu. Miras ochiqlari o'zgacha esil tab, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati ham sajgungizni o'taldirdi. Ham sajgungizni larziga soladigan lazzati cheksiz Miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvatli yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Ansar. Muborak olsun Ansar. Yetmek yolun sağda sen söygünün yok şey. Almira, hech qisi yo'q. Savalliklar, ustozlar degandek yuz berdi hayotimizda. Lekin bir gap ishonimizki, mengib boqmagan odam yiqilmaydi. Siz mengib
Muşu ikinci basqıç, beygi basqıçımız kelginiz, o sizden neticanız. Bundan keyingi yollarınızdan texmi ochiq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Hamda sizning yurak so'zingizni bir anglab boqaylik. Aldı bilan mishadiki barcha ustozlarga ko'p rahmatimni bildiraman. Shuni bilan bir vaqtda meni mishaga qo'llab, quvvatlab, keynimdan mish sahniga da'vat qilgan barcha urug' tuqqan do'stlarim, ota-onamga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Bugungi bu tanlash men uchun cho'ng masala emas. Endi biz hammamiz shaxsan men endi bu guruhninki eng chidmaydigan yerim Bayqaysar deb o'tdi. Biz unimiz nihoyat bek inoq. Endi bunda sahnalar yana menga ko'p qo'mata kichik deb o'ylayman. Endi maktabni biye qildim. Yani bundan keyin qolgan boshqa ishlar bo'lib qolsa, Kamilkam bilan Murodilkam bog' o'kaynimda. Rahmat. Shundan bir vaqtda yana bizningki cho'ng ustoz Kamilkamga, Murodilkamga intayin cho'ng rahmatimni bildiraman. Mashq jarayonida bularmi ko'pdan ko'p jafo chekdi, charchidi. Shundan bilan bir vaqtda hammanglarningki bundan keyingi ishning utuqliq, ishlaringlarningki texmi ro'naq tepib ketishini, salomatliginglarning texmi yar berishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Sizningmi bundan keyingi san'at hayotingizning texmi parlab ketishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shunday bo'lsa, ustozlar bilan xo'shlashsangiz bo'ldi. Növbətdə meydana çıxırğan mahirlərimiz Güzelnur bilan Sübinur. Güzelnur bilan Sübinurni bir ko'rib qildik. Nimishqa desa, Güzelnurning ham milliy uslubda, ham ommabop uslubdan sirт yana shu meyshin güzel ovoz uslubini naqsh etish alaydilik bor ekan. Sübinur bo'lsa tipiklam tomoshabinlarning esida bo'lishi mumkin. Tipiklam meyshin güzel ovoz naqsh etadigan qizga bu ikkisini bir ko'rib qilib ustozlarimiz aytgan klassik naqshlarning biri bo'lgan Qadrdon ota. Yaxshimsizlar, men Kamil Jalal ustozningki bosh barmoq korpusidagi Güzelnur Namet bo'lman. Men Sübinur Kerem. Birinchi bosqichdagi naqshamni aytgandan keyin men uydagilar bo'lsin, do'stlarim mendan keyin urug' tuqqanlar bo'lsin, hammasi shunday xush bo'ldi. Bu qatimqi sahnam Royim Güzelnur. Hozirmi shu ikkinchi qatimliq bosqichga tayyorlik qilyapmiz. Obro'yim esitimsan, unvonim ota. Shuhratim sen, qudretim sen, dermonim ota. Cebru cefa sahrasida. Ammakçı yaşayanda, yaşayıp çıkın bir nefesinden çıkarsınız oradaki. Avazınız düşüklük bu nakşa. Maydana chiqish oldi turyapmiz. Güzelnur sizmi g'ayrat qiling, birlikda g'ayrat qilaylik. Obro'yim esitimsan, unvonim ota. Shuhratim sen, qudretim sen, dermonim ota. Devri jafo sehrasida karvonim ota.
Nayt chiroyli ovoz, mayli Subinurning olsun, Güzel Nurning bo'lsin. Nayt hozirlandik. Oldi bilan sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Xo'sh, agar menga tanlash fursati kelib qolgan bo'lsa, men shikilsin tanlaydim. Lekin bu huquq menda emas. Shunga oldi bilan yana o'xshashlar ustozlarning fikrini va tavsiyasini anglaymiz. Oldi bilan Muşu Zahirşah Abdülhamid Ustaz nayet huzurlanıp ottadı. Baştan ahir muşunda sığılışıp nayet huzurlandı deb o'ylayman. Başta sizden bir tavsiyenizni anlap bakan bolsak Ustaz. Avval men muşu naqshini tanlab muşu ikki singlimizga shunchalik ajrlar bilan muşu ikkinchi bosqichga elib chiqqan do'stimiz Kamilga ko'pdan ko'p teşekkürümni aytaman. Bu naqshimiz asas jihatdan klassik naqsh bo'lib qolgan naqsha bu bizga. Men gapni bek jiqib ketmay, ammo shunda jiqqig'im bor, men bek hayajonlanib qoldim bu naqshlarni anglab. Ikkinlar bek payz etib badanglar. Amaliyotda bu mushadagi naq maydondagi hammamiz guvoh, ikkinlar gap ketmaydi. Farqlangusiz naqshchilar. Lekin faqat birni tavsiya qilish huquqimiz bor ekan bizniki. Agar ikkini tavsiya qilish huquqimiz bo'lgan bo'lsa, ikkilanlarni tavsiya qilardim. Endi mushu naq maydondagi ifodanglarga asosan men Güzel Nurni tavsiya qilaman. Barakallah Güzel Nur. Rahmat Ustaz. Xo'sh. Qo'lab tursin Ustaz. Ras bek chiroyli aytib berdinglar, yaxshi ijro qildinglar. Ras hozir cho'ng farq yo'q ishkanlarning orasida. Lekin abay deyishgandek bir shu bir qatam tanlag'il bo'ldi deyishgan emas, meningcha ikki singlimizni tavsiya qilma. Bundan birini tavsiya qilmasam bo'lmaydi. Birini bo'lib qolsa, menimcha Masumga. Subinur. Subinur muborak bo'lsin. Xo'sh, bir. Xo'sh, unda qolsa Adila Sidiq Ustaz, sizning tavsiyangiz. Men oldi bilan mushundaq nihoyatda go'zal naqshlarni o'tirg'a ilib chiqqan ham sizlarga ajr qilgan Kamil Malmonlar. Rahmat aytaman. Bizni chiqib hamma naqshlar shunchalik ta'sir qildi, lekin men ajoyib ta'sir qilib ketdi menga. Ko'zimga lig'ir yosh kelib, shundaq ichiga kirib ketdim naqshdan. Chunki bular naqshini shunda voyaga yetkazib etdi. Bo'libmi Güzel Nur sahnaga chiqib mushtaqlik qiliblar, andan nafasni bir to'g'irlaganti, aybak aytadiganmi desam degandek, mush naqshining ichiga kirib, o'zim ham ta'sirlanib, men hozirgacha ko'z yish qilyotdi. Demak, bek chiroyli aytdinglar. Sizmi Subinur shundaq ovozingiz ajoyib bir larzon bir yerlardan chiqadi ekan. Agar o'ylab ketdim, agar Luing qilgan bo'lsa, Luing shuni qilgan bo'lsa, qancha chiroyli chiqar bo'lg'aydi bu naqsha deb. Shuni sizlarga opirin, mushundaq yaxshi asarni yaxshi o'rindab kelganliginglar uchun ham sizlarning Kamil ustozinglarga ko'pdan ko'p opirin, rahmat. Agar tanlar desa, kasbiy nuqtasidan mushu naq maydonni o'rinlash, naq maydonda o'zinglarni ta'sirlantirish bizga hissiyot, mushu hissiyotni to'g'ri yetkazish jihatdan ko'zni tutib, men Güzel Nur xonqizga bir bilet tashlayman. Rahmat Ustaz. Hurmat Qurban Ustaz. Aldı bilan muborak bo'lsin. Subinur güzel ovoz uslubda. Güzel Nur milliy uslubda. İkisini ajoyib birleştirib, ikki odamning bir joyga naqsh etmoqqa dunyo bo'yicha ta'sirot qilishdi. Oltin o'zi yoqdi ko'z degandek tushdi. Ammo bugun ajoyib peyzi o'rindadinglar. Bu yerda mao vahshiy aytibdi, mamada aytdi deydigan gap yo'q. Cho'ng farq yo'q. Bugungi mushahidagi ifoda bizga bergan ta'siri, balkim bu ta'sir yo mening his qilishim o'xshamasligi mumkin, yo Adiladan bir-birimizning his qilish o'xshamaydi. Ma ikkisining biltini bir-birini oshirib o'tishga qat'iy bo'lmaydi ekan. Shunga men Subinur singlimga bir bilet. Naq menga o'xshash o'ylab tayyorlansam shu. Ikkisi hozir mushundaq turib, eng oxirgi nimash Kamilga tashlab qo'ymoqchi bo'lsinlar. O'zining qo'shidasi. Xo'sh, mana bizning arzu yetakchimiz Muradil ustozning tavsiyasini anglaymiz. Oldidan ishkanlarga rahmat. Ash sayin turib Üzənlər hayacanlıqda haqiqiy icra qilishga müşadkam ustozlarning jurki tagdib o'ylayman. Shaxsan men shunda hayajonlilikda o'tdim. Hozir ishkanlarda farq yo'q. Bir sanlar qilib qilib, bir sanlar tanlagan holatda farq yo'q. Tavsiyangiz? Güzel Nur. Rahmat. Xo'sh, Güzel Nur, Subinur.
Benim keygen basanlar. Kamil Cilil ustaz. Mana on tarafımda Altın Üzük, Güzel Nur. Sol tarafımda Yakut Göz, Sübi Nur. Hoş unda olsa. Aldı bilen bizdeki baş parmak grupasının keçilikini yaxşı ko'rgan ustozlarga tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. O'ylaganimizdek oxirida cho'ngroq bir asar bilan biz kechilikimizni tamomlaymiz degan menimcha o'ylaganimizdan ortiqroq bo'ldi. Bizning guruh buda bugun ifodasi eng yaxshi bo'lgan ikkisi Go'zal Nur bilan Subinur bugun. Peyze. Man naqshini qanda esingga keldi deyman. Şuna bilan bu naqshga kelsak, bu klassik bir naqsha degan adash. Bu klassik bo'lib ketgan naqsh. Ustozimiz aytgan Go'zal Nur milliy ovozda, Subinur güzel ovoz uslubida, lekin ikkilisiga bu naqshning tushadiganligini o'ylab ko'zimiz yetdi. Biz ikkimiz bir ko'rib bo'lib aytaylik dedi. Menimcha eng voyiq yetdi bu. Mushu yeshimizda, mushu pallada menimcha so'yoq aytdik bu naqshini. Şu bu sahne ihtiyacı bilan birsimiz tushib, birsimiz qiladigan gap. Ikkilan kasbiy tarbiya olgan kasbiy naqshchilar. Köpten köp rahmet aytamiz. Müzik Japanı çektik. Bugünkü bizden baş parmak grupasını ahırga davamlaştırıp alakaltek dep koydu Muhtar Buğra Ustaz. Küçük ulaş müsabakası alakaltekne elip mağadagan sınglımız bolsa Rayonimiz karxana sahasida oldingi qatorda turadigan Şinjan Ojon Sodichaklik şirkati Ojon g'o'r tamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. O bek yaram tursan o tamak Çıkıyaptı ben tamakta. mana emasmi doğrusu. Ojonninki ma o g'o'r tamlik gazliq suyu. Ojonda. Ura mayli qashu. Ojo masune. Tempe içken kobudan. Meyli kavap ya. Meyli hogo ya. Meyli maylı kıza ya. Ojon g'o'r gazlık suyu. Bir yılın her faslda behuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz Ojonli deb qolasiz. Ojon g'o'r gazlık suyu. Güzel Nur. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Gitmek yolun sağda sen söyle. Sübi Nur. Hoş. Onda olsa sizning yürek so'zingizni bir anlig'imiz kelib qoldi. Anlab baqsaq bo'lamdi? Ishqisi yo'q. Oldi bilan shu ikki ustozim necha vaqtdan buyoqqa bizni mashq qildiramiz deb shunchalik o'ziniki vaqtini ajratib aldirash vaqtlaridan ajratib bizniki shunchalik yaxshi mashq qildirdi. Shuning uchun oldi bilan shu ikki ustozimga rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga, javob aytinglar. Ondan keyin shu sahnaga chiqishga men da'vat qilgan atrofimdagi barliq urug' tuqqan do'stlarim, ondan keyin xizmatdoshlarim hammasiga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyingi har qaysi shunday sahnalarda xuddi yaqutdek, olmosdek parlab turishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Sizlarga ko'rsatasiz bo'ldi. Marhamat. Manda bosna be abi. Atıştırdı. Seni gölge okşuda Buldum sen her insan Kalbi pişer oynaylar Sen sol kervanı sen Leylini güzel dedim Levent dedim Leyli'din mi sen güzel Ben gitmez ünlürüm Köylürüm Sen için etsem gazel Ben gitmez ünlürüm Vay köylürüm Sen için etsem gazel Seni gölge okşuda
buldu mesel her ise gel bir kişep oynayla sen usul derman sen. Samasasam terlisem çögülüsem tuyulmusun uyun bek. Yürek ki yüreksen yüreksen aylınıma kuyun bek. Yürek ki yüreksen yüreksen aylınıma kuyun bek. Seni gülge komşudan buldu meseler ise gel bir kişep oynayla sen usul pervanse. Seni gülge okşuda buldu mesel her ise gel bir kişep oynayla biz usul pervanse, biz usul pervanse. 5-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Ramlidar Xalqara Sodiçəklik şirkəti 3000 yuan qiymətinə dutlar bilan mükafatlaydı. 4-cü dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkəti 5000 yuan qiymətinə gitar bilan mükafatlaydı. 3-cü dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Kamal Sodiçəklik şirkəti 10 000 yuan qiymətinə mikrofon bilan mükafatlaydı. 2-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Miras şirkəti 15 000 yuan qiymətinə elektronluq royal bilan mükafatlaydı. 1-ci dərəcəyə erişkən mahirni Şinjan Wojon Sodiçəklik şirkəti 20 000 yuan qiymətinə elektronluq royal bilan mükafatlaydı. Az görmənlər 7-ci qarar Wojon Yepak Yolu Sadası proqramımızın 2-ci basqışı, yəni bəyga baş barmaq qrupusunun barlıq əzaları hazır tanınıb qaldı. Kelek saat görüşəyli, xeyir xoş, aman bulala. Yepak Yolu Sadası Söygünün yok çeyrası Kuş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Söygünün yok çeyrası Kuş avazlar seynası İpek yolu sadası Kadın ipek yolida Caranlaydı kongura Kitep gelri dalağa Küy nakşimiz bekira Gümüş tağlar çok iyisi Nur kaytıdı yürekke Küç bir nakşimiz tümelligen çiçekke Kuş verdi nakşimiz Tümenligen çiçekke İpek yolu sadası Söygünün yok çigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası